Bugun hurmatli tinglovchilar, xo'p, bugun men 28-fevral 2026-yil matematika fanidan milliy sertifikat imtihonlari tushgan qiziqarli bir misolning javobini sizlarga taqdim qilmoqchiman. Bu misolimizda biz berilishi A biz uchburchakning xo'p, A va B uchlaridan A va B ga bestirishlar o'tkazilgan va u tomonlari berilgan A 4, Y 8 va A B 6 ga teng. Bundan biz o bo'yalgan K, Y, D, S uchburchakning o'sha to'rtburchakning yuzasini topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bestirsa xossasidan birinchi o'rinda biz topishimiz mumkin bo'lgan narsa bu mana bu tomonning nisbati desak bo'ladi. Agar mana buni masalan A desak, mana bu B qism bo'lsin. Yo masalan shu qismni ishlab qo'ysak ham bo'laveradi. Bundan xo'p, A bining A ga nisbati xo'p 12 ning B ga nisbati teng bo'laveradi. Yozib oladigan bo'lsak, xo'p 6 taqsim A teng 12 taqsim B. Bu qismdan B barobar 2A ligini topa olamiz. Ham bu yerda B tomon A tomondan 2 barobarga katta. Xo'p. Endi biz bu ikkala uchburchak bilan ishlab ko'radigan bo'lsak, bunda 6 ning 4 ga nisbati xo'p, bunda A plus B ning 8 ga nisbati teng bo'laveradi. Bestirsa xossasida yozamiz. 6 taqsim 4 teng xo'p A plus B bo'lingan 8. Qisqaradigan bo'lsa 2, ko'payadigan bo'lsa A plus B miz teng 12 chiqyapti. Xo'p, biz umumiy B tomonni 12 ga tengligini topib oldik. B tomon 12 ga teng ekan. Xo'p, bundan endi agar A plus B 12 bo'ladigan bo'lsa va B 2A bo'ladigan bo'lsa 3A teng 12, A teng 4. Ya'ni bu tomonimiz 4, bu tomonimiz 8 chiqib qolyapti. Xo'p, biz hammasini papachni topdik. Biz bilamizki, uchburchak agar bestirsa o'tkaziladigan bo'lsa, uning yuzalari, uchburchakchalarning yuzalari o'sha tomonlarning nisbati kabi bo'laveradi. O'zgarmaydi. Masalan, bu tomonimiz 6 bo'ladigan bo'lsa, bu o'shaning yuzasi 6x, 4 bo'ladigan bo'lsa, bu 4x. Mana shu uchburchakda ham shunaqa. Mana bu uchburchak uchun ham shunaqa. Ya'ni bu tomonimiz agar 6 bu 4 bo'ladigan bo'lsa, bu 6x, bu 4x qolaveradi. Xo'p, bizda agar mana bu umumiy yuza 10x bo'ladigan bo'lsa, biz bilamizki, xo'p, mana bu uchburchak, mana bu uchburchakga nisbatan 2 marta katta edi mana. Nisbati ko'rgan bo'lsak, 2 bu chiqqandi. Hozir. Xo'p, masalan bu 4, bu 8 bo'ladigan bo'lsa, значит mana bu uchburchakning yuzasi, mana bu uchburchak yuzasidan 2 marta katta. Mana bu 6x plus 4x 10x bo'ladigan bo'lsa yuzasi, bu yog'i ham 20x bo'ladigan bo'lishi kerak. Chunki 2 marta katta bo'ladi yuzasi. 4x bo'ladigan bo'lsa, qolgan yuzamiz bizda 16x bo'ladi. Xo'p, bizda obshi yuzamiz necha x bo'lib turibdi? 10x, 20x, 30x ekan. Obshi bizda 30x. O'sha yerdan biz 16x topishimiz kerak. X teng s taqsim 30 qiladigan bo'lsak, 16x imiz bizda 16 taqsim 30 s bo'ladi. S topolsak bo'ldi. Endi biz nimadan foydalanishimiz mumkin? Bu uchburchakning uchala tomoni ham berilgan. Tomonlari bizda 6, 12 va 12. Xo'p, umumiy yuzani topadigan bo'lsak, Geron formulasi foydalanib qo'yib olamiz. Birinchi yarim perimetr topamiz. 6 plus 12 plus 12 taqsim 2, bu bizga 15 chiqadi. Geron formulasi bo'yicha P minus A, P minus B, P minus C. Faqat bu yerda perimetr yarim perimetr. Perimetr topib 2 bo'lib qolamiz. Chiqadi 15. 15 ni 12 ga ayiramiz 3 va 9 oxiridagi. Bu 3 kere 3 9, bu 81 chiqadi obshi. 9 chiqib ketadi bizdan. Joyimiz 9, ilzosi 15 ekan. Xo'p, endi biz topishimiz kerak bo'lgan qiymatni topib qo'yadigan bo'lsak, 16x topishimiz kerak. Bu bizda 16 taqsim 30 ko'paygan s. S bizda 9 ilzosi 15. 3 ga qisqarsa 10 chiqadi, bu chiqadi. Javob 48 ilzosi 15 taqsim 10. Xo'p, agar buni shuna qoldirsak ham bo'ladi, yoki 4.8 ilzosi 15 qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Javobimiz chiqdi mana. Savolimiz qiziq ekan, uncha qiyin emas. Xo'p, bizni kuzatishda davom eting. Biz milliy sertifikat imtihonlariga, SAT imtihonlariga va Westminster kirish imtihonlariga savollar tahlil qilishda davom etamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun rahmat.